Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda Toshkent telekanalining teletahlil ko'rsatuvi. Respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani singari poytaxtimiz Toshkent shahrida ham islohotlar jadallik bilan olib borilyapti. Asosiy maqsad poytaxtimiz aholisi turmush farovonligini yuksaltirishdan iboratdir. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida ham barcha sohalar keng rivojlanyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa xorijiy investitsiyalarni tuman iqtisodiyotiga jalb etish, O'zbekiston brendi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorijiy davlatlarga eksport qilish masalasida ham tumanda salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Demak, anglaganingizdek, bugungi ko'rsatuvimizda poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida keng qamrovli amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonlari bilan sizlarni tanishtiramiz, raqam va tahlillarga e'tibor qaratamiz. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumani keyingi yillarda har tomonlama rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, sanoat ishlab chiqarish hajmining tobora ortib borayotgani diqqatga sazovordir. Bunda ishbilarmonlik sohasining jadal rivojlanayotgani, ayniqsa xorijiy investitsiyalarning keng jalb etilayotgani, buning natijasida eksport salohiyati yanada yuksalayotgani e'tirofga molikdir. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Toshkent shahri miqyosida 2026-yil davomida 700 million dollar miqdoridagi xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirilishi belgilangan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida joriy yil birinchi choragi davomida mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahri miqyosida 175 million 200 ming dollarga teng xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Bu belgilangan rejaga nisbatan 1,3% ko'p demakdir. Mamlakatimizda investitsiya muhitini yaxshilash, eksport salohiyatini oshirish bo'yicha muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan qabul qilingan qaror va farmonlar asosida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada 2025-yil yakunlari va 2026-yil uchun belgilangan rejalar bugungi kunda alohida raqamlar bilan o'z ifodasini topmoqda. Jumladan 2025-yilda 500,1 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirildi. Bundan tashqari 2026-yilda esa tumanimizda qo'shimcha topshiriq bilan birgalikda jami 700 million dollar xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirishni rejalashtirganmiz va bu o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'atini 140% ga yetkazish ko'zda tutilgan. Birinchi chorak yakunlariga ko'ra 175,2 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirilib, topshiriq ijrosi 1,3 barobarga bajarildi. O'zlashtirilgan investitsiyalar tarkibida asosan Xitoy 135 million dollar, Singapur 20 million dollar, Qozog'iston 7 million dollar, Turkiya 6,5 million dollar va boshqa davlatlar kesimiga to'g'ri keladi. Tumanda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorijiy davlatlarga eksport qilish masalasida ham ijobiy natijalarga erishilmoqda. Ayni paytda tumanda eksport masalalari bilan shug'ullanib kelayotgan 90 ta korxonalar faoliyat yurityapti. Jumladan, amalga oshirilgan ishlar natijasida joriy yilning 3 oyi davomida 24 million AQSh dollarlik mahsulotlar eksport qilindi. Bu 2025-yilning mos davriga nisbatan 135% o'sishga erishilganligidan dalolat beradi. Tumanda 2025-yilda hududiy eksport doirasi 143,6 million dollar mahsulotlar eksportga yuborildi. Eksport mahsulotlari geografiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yilda 5 ta yangi bozorlar ochilib, jami 36 ga yaqin davlatlarga mahsulotlar eksportga yo'naltirildi. Ushbu jarayonda turli xil yo'nalishlarda jami 50 dan oshiq korxonalarga moliyaviy va amaliy yordamlar ko'rsatildi. Islohotlarni yanada jadal rivojlantirish maqsadida 2026-yilda 160 million dollarlik mahsulotlarni eksportga yuklash rejalashtirilgan. O'sish sur'atini esa o'tgan yilga nisbatan 1,2 barobarga o'stirishni belgilab olganmiz. Xususan, 35 ta yangi korxonalar eksportga jalb qilinib, eksport geografiyasini 42 ta davlatga ko'paytirishni rejalashtirganmiz. Amalga oshirilgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi chorak yakuni bo'yicha 24 million dollarlik mahsulotlar eksport qilindi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 135% tashkil qildi. Bu ko'rsatkichlarga erishish uchun 10 ta korxonaga 1 milliard so'm xalqaro ko'rgazmalarga ishtirok etish uchun moliyaviy yordamlar berildi. 3 ta korxonaga 200 million so'm tadbirkorlik subyektlarining mahsulotlarini reklama qilish hamda savdo maydonchalariga joylashtirish bo'yicha moliyaviy xizmatlar ko'rsatildi. 7 ta korxonaga 135,1 million so'm biznes missiyalarida ishtirok etish moliyaviy yordamlar ko'rsatildi. 37 dan ortiq korxonalarga Made in Uzbekistan
ko'rgazmalarda ishtirok etishga amaliy yordam ko'rsatildi. Umuman olganda investitsiya va eksport salohiyatini bugungi natijalarga muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan izchil islohotlar, ochiq va tashqi siyosat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslar amaliy samarasidir. Yakkasaroy tumanidagi yirik eksportyor korxonalardan biridamiz. Korxona zamonaviy texnologiyalar asosida yuqori sifatda bo'yaladigan to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, ichki va tashqi bozorlarda o'zining munosib o'rniga ega. Jamiyat tomonidan yiliga o'rtacha 30 million AQSh dollari miqdoridagi mahsulotlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari hamda Yevropaga eksport qilib kelinadi. Yana bir muhim shart shundan iboratki, korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar xalqaro sifat talablariga javob berishi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda korxonada 300 nafardan ortiq ishchi xodimlar doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlangan bo'lib, aholi bandligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish, hudud iqtisodiy taraqqiyotiga mazkur korxona munosib hissa qo'shib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda korxonada ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi turdagi raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport hajmini yanada oshirish bo'yicha izchil rejalar amalga oshirilmoqda. Biz 2006 yılında Özbekistan'a geldik. 2008 yılında fabrikalarımızı kurmaya başladık. Biz O'zbekistondagi faoliyatimizni 2006 yilda boshlaganmiz. Asosan tekstil mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonamizga Yevropa davlatlarining zamonaviy texnologiyalari o'rnatilgan. Bizning korxonamiz nafaqat Toshkent shahrida, balki Sirdaryo va Navoiy viloyatlarida ham yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda ushbu hududlarda ham sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Korxonamiz faoliyati 2016 yildan keyin yanada rivojlandi desak to'g'ri bo'ladi. Buni O'zbekistonda xorijlik investorlarga katta imtiyozlar berilgani bilan izohlash mumkin. Ayniqsa O'zbekiston prezidenti janob Shavkat Mirziyoyevning bevosita korxonamizga tashrif buyurgani, biz bilan suhbatlashib, amaliy yordam ko'rsatgani faoliyatimizda tub burilish bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Shundan so'ng xorijiy davlatlarga mahsulotlar eksport qilish masalasiga alohida e'tibor qaratdik. Shu kunga kelib har yili 30-40 million dollar miqdoridagi mahsulotlarimizni qo'shni davlatlarga, xususan Rossiya, Germaniya, Turkiya kabi davlatlarga eksport qilmoqdamiz. Ayni paytga kelib 3000 ta ish o'rni yaratdik. Ishchi xodimlarimizning aksariyati mahalliy fuqarolar. O'zbek qardoshlarimizni ish bilan ta'minlab, oilasiga farovonlik keltirayotganimizdan qolaversa, eksport hajmini oshirib, O'zbekiston iqtisodiyotining yuksalishiga xizmat qilayotganimizdan benihoya mamnunmiz. Bundan keyingi rejalarimiz ulkan, xususan eksport hajmini 50-60 million dollarga yetkazish. Qolaversa, ishchi o'rinlarini ko'paytirmoqchimiz. Bir narsani e'tirof etishim zarur. O'zbekistonda bu rejalarni amalga oshirish mumkin. Boisi O'zbekiston hukumati biz kabi investorlarni doimiy qo'llab-quvvatlab kelishmoqda. Bu bizni albatta ruhlantiradi. Bundan juda ham mamnunmiz. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Yakkasaroy tumanida mehmonxona sohasi keng rivojlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni kunda tumanda 149 ta zamonaviy mehmonxonalar faoliyat olib bormoqda. Aynan zamonaviy mehmonxonalar faoliyati bois chet ellik sayyohlar soni tobora ortib bormoqda. Sayyohlar sonining oshishi o'z o'rnida davlat byudjeti yuksalishiga xizmat qilish barobarida yangi ish o'rinlari yaratilishiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Joriy yilning mart oyida zamonaviy talablar asosida qurilgan 5 yulduzli mehmonxona majmuasi foydalanishga topshirildi. Yirik investitsiya loyihasi asosida barpo etilgan ushbu majmua hududda turizm va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, xorijiy va mahalliy mehmonlar uchun yuqori darajadagi qulayliklar yaratishga xizmat qiladi. Mehmonxona zamonaviy arxitektura va xalqaro standartlar asosida barpo etilgan bo'lib, 240 o'ringa mo'ljallangan. Majmuada mehmonlar uchun barcha zamonaviy shart-sharoit, yuqori sifatli servis xizmatlari hamda biznes va dam olish uchun qulay infratuzilma yaratilgan. Shu bilan birga loyiha doirasida 90 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi bandligini ta'minlash va xizmat ko'rsatish sohasida malakali kadrlar faoliyatini yo'lga qo'yishga munosib hissa qo'shdi. Mazkur mehmonxona hududning turistik salohiyatini oshirish, xalqaro mehmonlar oqimini kengaytirish va zamonaviy mehmondo'stlik industriyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Siz xorijda tajriba orttirib kelgan ekansiz. Dastlab mana shu taassurotlar, birinchi faoliyatingiz qayerdan boshlagan va bu yerga faoliyat qachondan boshlagan? Shundan boshlaylik suhbatimizni. Men 2004-yil Birlashgan Arab Emirliklarida Dubay shahriga
uchib borganman. O'zimni karyeramni o'sha yerdan boshlaganman. Jumeirah kompaniyasida. U yerda har xil lavozimlarda bo'lib ishlab, oxirida katta boshlig'i lavozimida ishlaganman. Asosan menejerlik sohasida. 2023-yilda bu loyihaga meni taklif qilishgan, Ramada Plaza loyihasiga bosh menejer bo'lib, bu taklifni qabul qilganman va shu yerga kelganman. O'zim atrofimda komanda yig'ib, shu yerni hozir jamoani ochib, shu mehmonxonani yurg'izyapmiz. Bu Ramada Plaza mehmonxona o'zi Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda birinchi Ramada Plaza mehmonxonasi, 5 yulduzli mehmonxona. Bu mehmonxonani joylashuvi aeroportning yonida, lokatsiyasi deymiz, xalqaro aeroportning yonida. Juda ham qulaylik yaratilgan. Bizani sharoitimizga ko'rsangiz, 5 yulduzli servislar ham beramiz. Bizda ichki basseyn, tashqi basseyn, konferens hol, 120 ta mehmonxona joylar, 240 ta odamni qabul qiladigan joyimiz bor. Hozirda 90 ta ishchi o'rinlar o'zi yaratganmiz. Yoshlar bilan? Yoshlar, hammasi yoshlar. Chunki men o'zim yosh bo'lib boshlaganman. O'shaning uchun yoshlarga urg'u berib, yoshlarni o'rgatib, shu o'zimni urovnimga chiqarmoqchiman. Xorijiy urovlarga, xudo xolasa. Undan tashqari biza kollejlardan, turizm kollejlaridan, universitetlardan yangi yosh talabalarni taklif qilganmiz. Ularni hozirda o'rgatib kelyapmiz. Ular amaliyotdan o'tar ekan. Ular amaliyot o'tadi-da. Keyin kelajakda agar shu bizning amaliyotlardan o'tsa, bizga yaxshi faoliyat yuritsa, biz ularni shu yerda olib qolish niyatimiz bor. Juda yaxshi. Yaxshi. Mana Muzaffar, bitta savolim bor. Mana xorijda siz tajriba olib turgansiz. Mana shu xorijdan keladigan sayyohlar mamlakatga qanchalik mamlakatni tanitadi, qanchalik darajada iqtisodiga hissa qo'shadi? Albatta, xorijdan kelgan mehmonlar O'zbekistonni rivojlantirishiga, ya'ni birinchi bo'lib keladigan joyi, ya'ni mehmonxonani chiroyli qilib qo'ysa, sharoitlar yaratib qo'ysa, ularni kulib kutib olsa, mehmonlar xursand bo'ladi va O'zbekiston haqida boshqacha taassurotda bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz shu narsani aytganlarki, turizmni rivojlantirish, yoshlarga yordam berish, yoshlarni rivojlantirish, shu loyihalari, shu rejalarini xudo xolasa biz amalda oshirib kelmoqchimiz. Mazkur mehmonxonada nafaqat mijozlarga xizmat ko'rsatiladi, chet ellik sayyohlar uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, majmua ishga tushgach, ko'plab ish o'rinlari yaratildi. Xususan, mehmonxona faoliyati yo'lga qo'yilgach, bu yerda 90 ta ish o'rinlari barpo etildi. Ahamiyatlisi, ishga qabul qilinganlarning aksariyati yoshlar jamoasidir. Qolaversa, soha bo'yicha tahsil olayotgan yoshlarning amaliyot o'tashlari uchun ham bu yerda barcha shart-sharoit yo'lga qo'yilgan. Toshkent turizm va mehmonxona menejment texnikumi 2-kurs talabasiman. Hozirda Ramada Plaza by Windham Toshkent mehmonxonasida amaliyot o'tyapman. Amaliyot o'tayotganim 3-haftasi ketyapti va amaliyotlarim juda yaxshi ketyapti. Yoshlarga bu yerda bo'lgan imkoniyatlar juda ham ko'p. Asosan imkoniyat deganimda turistlar keladi, ular bilan muloqot bo'ladi, ingliz tilida, rus tilida, ingliz tilida unchalik gaplasha olmas edim. Bu yerga kelib turistlar bilan muloqot qilganim sari gaplashish anaqamam ortib bordi. Fikrlari juda ham zo'r. Aholisi mehmondo'st davlat. Aylanishga arzigulik joylari ko'p. Samarqand, Buxoro o'sha borgan joylarning bizga taassurotlarini aytib berishadi. Hozirda O'zbekiston turizm sohasi bo'yicha ancha rivojlanib boryapti. O'zbekistonga kirib kelayotgan turistlar ham ancha ko'p. Bu rivojlangan sari yoshlarga ish o'rinlari, imkoniyatlar ko'payib boryapti. Oldin 5 yulduzli mehmonxonalar Toshkentda deyarli yo'q desa ham bo'lardi. Hozir lekin ko'p. Ulardan bittasi shu mehmonxona. 5 yulduzli mehmonxonada amaliyot o'tash bu zo'r. Ko'p turistlar keladi, ruslar, inglizlar, ular bilan muloqotlar bo'ladi. 5 yulduzli mehmonxonada amaliyot o'tash menimcha eng zo'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rejalarim shu keyinchalik shu soha bo'yicha ketmoqchiman. Iqtisodiyot instituti turizm sohasi bo'yicha ketmoqchiman. Keyin menejer bo'lmoqchiman. Shu yerda ishga kirishga qaror qildim. Hozir ancha e'tibor berilyapti, ya'ni yoshlarga ingliz tili o'rganishi bo'yicha to'garaklar, har xil yo'nalishlar, yoshlarning qiziqishlari bo'yicha savol-javoblar, maktablarda har xil shular ko'p rivojlanyapti. Ushbu mehmonxona joriy yilning 1-mart sanasidan faoliyatini boshlagan bo'lsa, shu kunga qadar ko'plab mahalliy va xorijlik sayyohlarga xizmat ko'rsatdi.
Majmuadan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mijozlarning 75% xorijlik sayyohlar tashrifiga to'g'ri keladi. O'z o'rnida O'zbekistonga kelgan chet ellik fuqarolardan mamlakatimiz hamda mehmonxonada ko'rsatilayotgan xizmat haqida fikr so'radik. O'zbekistonga tekrar geldik. O'zbekistonga takror kelishim. Bundan oldin ham yurtingizga kelganman. Bu yerga kelishimdan maqsad tijorat ishlari. Turkiyada shirkatim bor. O'zbekistonlik sheriklar bilan ishlab chiqarish jarayonlari bo'yicha hamkorlikda ishlaymiz. Ishbilarmonlik masalasi bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida ko'p bora bo'lganman. Ochig'i, O'zbekiston ushbu mamlakatlardan har tomonlama ajralib turadi. Birinchi galda O'zbekistonda ishbilarmonlik muhiti yaxshi. Ya'ni xorijlik ishbilarmonlarga katta imtiyoz va imkoniyatlar berilgan. Qolaversa, shaharlari, ayniqsa Toshkent o'zgacha shahar. O'zbek qardoshlarimiz nihoyatda bag'ri keng va samimiy. Bu yerda xorijliklar uchun xavfsiz muhit yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, ishbilarmonlar, chet ellik sayyohlar uchun mehmonxonalarda barcha sharoit oshig'i bilan yaratib qo'yilgan. O'tgan gal Toshkentga kelganimda boshqa mehmonxonada turgandim. Bu galgisi menga juda manzur bo'ldi. Yangi ochilgan mehmonxona xalqaro aeroportga bir qadam. Har qanday xorijlik sayyoh imkon qadar aeroportga yaqin mehmonxonada turishni xohlashadi. Shu jihatdan mana shu mehmonxona juda yaxshi joyda qurilibdi. Qolaversa, sharoit yuksak darajada. Mazkur omillarni inobatga oladigan bo'lsak, bu yerda ishlarimiz ham unumdorlik kasb etyapti. Barchasi uchun minnatdorlik izhor etaman. Teşekkür ederiz. Qadrli muxlislar, siz Toshkent telekanalining teletahlil ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimiz davomida poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida amalga oshirilayotgan ishlar, islohotlar jarayoni haqida mulohaza yuritdik. Xulosa o'rnida ta'kidlaydigan bo'lsak, bu kabi ko'rilayotgan chora-tadbirlar, islohotlar jarayoni xalqimiz turmush farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi shubhasizdir. Eslatib o'taman, Toshkent telekanalining teletahlil ko'rsatuvini haftaning seshanba kunlari soat 21:00 dan boshlab tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda sizlar bilan kelgusi dasturlargacha xayrlashib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.